Dasturimiz davom etadi. Qo'qon shahridagi Amiriy kutubxonasida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi, taniqli bastakor Muxtor Murtazoyev tavalludining 120 yilligiga bag'ishlangan adabiy musiqiy kecha bo'lib o'tdi. Hozir shu haqda. yilda Qo'qon shahrida tug'ilganlar bu kishi. O'sha mashhur Farg'ona tong otguncha, yana juda o'nlab, yuzlab, minglab qo'shiqlarda kuyini muallifi, lekin bu inson juda ham kamtar bo'lganlar, o'zlarining nomlarini emas, xalq kuyi deb e'tirof qilganlar-da. Tadbirimizning mehmonlaridan ham buni bilsak bo'ladi. Shu davon oshib, ustoz Muxtor Murtazoyevni hurmat qilib, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Ahmadjon Dadayev, O'zbekiston davlat konservatoriyasidan mana O'zbek maqomchilik maktabi rahbari Soyibjon Begmatov, mana Farg'onadan O'zbekiston xalq hofizi Sultonali Mannopov va yana O'zbekiston xalq hofizi Ismoiljon Vahobov va yana ustozlarimiz, juda ko'p ustozlarimiz bugun tadbirimizda bevosita yoshlari ulug' bo'lishiga qaramasdan ishtirok etishyapti. Bu ham bo'lsa ustoz Muxtorjon Murtazoyevni shu qalblaridan yaxshi ko'rganliklari, hurmat qilganliklari, u kishini yaratib ketgan kuylaridan foydalanib, shu xalq ichida e'zoz, hurmat topganliklaridan bir namuna deb bilamiz. Ham ozgina ijod bo'lsin, ham ozgina tazkira bo'lsin va albatta ijro bo'lsin. Shuni bahonasida mana shu buyuk bastakorimiz Muxtorjon Murtazoyevning bahonasida bir mashvarat bo'lsinki, mashvarat Qo'qonni tarixida qolsin. Xotira tadbiri ko'plab qadrdonlarni bir yerga jamladi. Buyuk insonlikni shod qilishsin. Ustozimizni mana shu asarlarni kuylab bir-birimizga mana shu bugun xotiramizda abadiy qoladigan kunda nishonlash uchun yig'ilgan ekanmiz. Allohga shukrona qilaman. Dünya bo'lmoq uchun ro'shno kerakdir. Yaxshi yomon kunlaringda oshno kerakdir. Tantana sababchisining farzandi Mo'minjon Murtazoyev tadbir tashkilotchilariga oila a'zolari nomidan minnatdorchilik izhor etdi. Farg'ona viloyati axborot kutubxonasi markazi tomonidan Qo'qon shahar axborot kutubxona markaziga esdalik sovg'alari topshirildi. Albatta Amiriy kutubxonasi mana shunday ustozlarni davramizga yig'ib, mana shu san'at orqali, mana shu tadbirlar orqali insonlarni ko'proq kutubxonaga jam bo'lishi va kitobxonlikda keng targ'ib etilishi va kitobxonlarni kutubxonada ko'payishiga bu tadbirlar xizmat qilyapti. Shuning uchun bu tadbirlarimizni to'xtatmasdan o'tkazyapmiz. Qo'qonlik yosh maqomchilarning ijrolari yig'ilganlarga manzur bo'ldi.